Hayotingizda ba'zan o'zingizni tushunmay qolasizmi? Yoki his-tuyg'ularingizni boshqarishda qiynalasizmi? Psixolog bu sizning ruhiy dunyoingizni eshitadigan, tushunadigan va qo'llab-quvvatlaydigan mutaxassis. Psixoterapevt esa ilmiy asoslangan usullar orqali sizga o'zingizni yana topishingizga yordam beradigan inson. U sizni tanqid qilmaydi, hukm qilmaydi. Faqat tinglaydi, tushunadi va yoningizda bo'ladi. Psixoterapiya bu suhbat orqali ichki og'riqlarni yengillashtirish, o'tmishdagi yaralarni davolash va hayotga yengilroq qadam tashlash jarayoni. Bu kanalda ruhiy salomatlik, munosabatlar, o'zini anglash va shaxsiy o'sish bo'yicha eng foydali va hayotiy maslahatlarni topasiz. Hayotingizni o'zgartirish o'zingizni tushunishdan boshlanadi. Kanalga obuna bo'ling va birgalikda ruhiy sog'lom hayot sari yo'l olamiz.